Sheksizki biz Musoni mo'jizalarimiz bilan va Allohning bir ekanligiga dalolat qiladigan o'p-ochiq dalillar bilan Fir'avnga va uning qavmining katta boshlariga avatdik. Fir'avn Musoni inkor qildi va qavmini Musoga emas, o'ziga itoat qilishga buyurdi. Shuning bilan ular Musoga osiylik qildi. Fir'avnga itoat qildi. Onun boyluğu xata tursumu, ular yanıla onunğa boysundi. Fir'avn to'g'ri yo'lda emas edi. Balki ozg'unlikda, nodonlikda va kufrlikda edi. Fir'avn qiyomat kuni qavmiga boshlamchilik qilib, ularni do'zaxga boshlab kirdi. Ular kiradigan joy nima degan yomon. Allah ularni dengizga g'arq qilib jazolash bilan birga ularga la'nat qildi. Allah qiyomat kundimi ularni do'zaxga kirgizish bilan birga ularga la'nat qiladi. Ularga dunyo va oxiratning azobi bilan la'nati birlashib kelganligi nima degan yomon. Ey payg'ambar, sana kelgan bu xabarlar aholisi halok qilingan shaharlarning xabarlaridan bo'lib, biz uni sana bayon qilib beryapmiz. O shaharlardan Samud qavmining yurtlaridek izi qolganlari bor. Od qavmining yurtlaridek hech bir izi qolmaganlari bor. Ular bekorga halok qilinmadi. Ular Allohga kufrda qilish va yer yuzida bozg'unchilik qilish orqali o'ziga zulm qilganligi uchun halok qilindi. Rabbingning ularni halok qilish amiri kelganda, ularning cho'qinib kelayotgan ma'budlari hech narsaga asqatmadi. Ularni Allohning azobidan saqlab qololmadi. Ularning ma'budlari ularga ziyon zelishdan va halokatga uchirtishdan boshqasiga yaramadi. Allah amriga osiylik qilish va payg'ambarni inkor qilish orqali o'ziga zulm qilgan shahar aholisini jazolagandek, boshqa shahar aholilarimi agar Allohga osiylik qilib, payg'ambarni inkor qilib o'ziga zulm qilsa, Allah ularni ana shundoq jazolaydi. Sheksizki Allohning azobi bakmu alamlik va to'liq qattiqdir. Yuqorqi shahar aholisini jazolashimizda Allohning bu dunyodagi jazosidan, oxiratdagi azobidan qo'rqadigan kishilar uchun albatta ibrat bor. Ana shu oxirat kuni butun insonlar hisob berish va tegishlik mukofotini yoki jazosini olish uchun hisob maydoniga to'planadigan kundir. Ana shu kun hamma xaloyiq hozir bo'ladigan kundir. Qiyomat kunini faqatla biz oldin belgilagan muddatga qadar kechiktiramiz. Biz belgilagan vaqtdan kam va ziyoda bo'lmaydi. Shu qiyomat kunida Allohning ijozatisiz hech kim so'z qila olmaydi. Ularning orasidan ba'zisi baxtsizlardan bo'lib azobga tegishlik bo'ladi. Yana ba'zisi saodatmanlardan bo'lib mukofotga sazovor bo'ladi. Bu dunyoda aqidasining buzuqligi, amalining yomonligi sababli baxtsizlar qatoridan bo'lganlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax azobining qattiqligidan ular to'limi yiqimsiz bir ovozda egiz-past to'lab nola faryod qiladi. Do'zaxning osmon zimini mavjud bo'lib turadi ekan, ular do'zaxda davomli turadi. Gunohiga tegishli azoblanib bo'lib, faqatla iymoni yuzidan do'zaxdan chiqarilganlar buningdan mustasno. Ey payg'ambar, Rabbing albatta xolig'ini qilg'uchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zimini mavjud bo'lib turadi ekan, ular jannatda davomli turaveradi.
Faqatla müminlərning orasidan Allah jannatga kirishni kechiktirgan osiy gunohkor kishilar gunohiga tegishlik do'zaxda azoblanib bo'lgandan keyin Allahning fazli va rahmati bilan jannatga kirgiziladi. Allah jannat ahliga üzülüp qolmaydigan in'omlarni qiladi. Ey payg'ambar, sen qavming ichidagi oshu mushriklarning cho'qinayotgan narsalarning botilligidan qilchi shaklanmagin. Ular ilgari ota-bobolari cho'qingan butlarning o'ziga cho'qinadi. Sheksizki, biz va'da qilgan azobni ularga to'liq tetitamiz. Shubhisizki, biz Musoga Tavratni ato qildik. Uning qavmi bu kitob to'g'risida bo'linib ketdi. Ba'zisi uningga iymon keltirsa, ba'zisi uni inkor qildi. Rabbingning bandalarini jazolashga oldirmaslik haqidagi farmoni chiqib bo'lmagan bo'lsa-da, albatta Allohning inkorchilarini halok qilib mu'minlarni qutqizishdan iborat belgilamasi mushu dunyoda amalga oshgan bo'ladi. Ey payg'ambar, sheksizki sening qavming bu Qur'on to'g'riliq cho'nqur shak ichidadir. Ey payg'ambar, sana biz qissalarni bayon qilib bergan har xil qavmlarning har biriga Rabbing qiyomat kuni amalining badalini beradi. Yaxshilarga mukofot, yomonlarga jazo beradi. Sheksizki Rabbing mushriklarning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Chunki uningga bandalarning hech qanday ishi maxfiy emas. Ey payg'ambar, Rabbing seni buyurgandek to'g'ri yo'lda mustahkam turgin. Sen bilan birga tavba qilganlarimiz shundoq qilsin. Allohning belgilimlaridan chetnab ketmanglar. Shubhisizki Allah sizlarning amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Uningga sizlarning amalinglardan hech qanday narsa maxfiy emas. Allah sizlarga shuningga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ashu zalim kafirlarga qat'iy moyil bo'lmanglar. Agar shunday qilsanglar, sizlar do'zax azobiga qolasizlar. U chaqda sizlarga yordam qilib, Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech kim chiqmaydi. Ey payg'ambar, kunduzning ikki tarafida va kechining dastlabki vaqtlarida namozni mukammal o'qigin. Sheksizki, yaxshi ishlarni qilish orqali ilgirki gunohlar yo'yilib ketadi. Bu ibrat oladiganlar uchun bir nasihatdir. Ey payg'ambar, namozni davomlashtirishda chidamliq bo'lgin. Qavmingdan kelgan aziyatlarga sabr qilgin. Sheksizki, Allah amal ibodatni va har qanday ishni qaytar qilib qilguvchilarning ajrini zoya qilvatmaydi. Sizlardan burun o'tgan qavmlarning orasida kofirlarning kufrlikdan, yer yuzida bozg'onchilik qilishdan to'sadigan fazilatli kishilar tepilgan bo'lsa-chi. Oshu qavmlarning orasidagi mu'minlardan bundoq kishilar intoyin oz chiqdi. Allah ularni kofirlarga tushirgan azobdan qutqizib qoldi. Ammo u qavmlarning ko'p sonlig'i o'zlariga zulm qilgan gunohkor kishilar bo'lib, ular aysh-ishratlik turmushni qo'g'lashib ketdi. Shuning bilan ular azobga tegishlik bo'ldi. Bu oyatda musulmonlar orasidagi gunohkor kishilar uchun ibrat bor. Ey payg'ambar, Rabbing aholisi bozg'unchilikqa qarshi turib, kishilarni isloh qiladigan shaharlarni nohaq vayron qilvatmaydi. Allah faqatla zolimlarni va bozg'unchilarni halok qiladi. Rabbing xolis edi, albatta insonlarning hammasini islom dinidan iborat birli dinda qilgan bo'ladi. Lekin Rabbing bunda qilishni xohlamadi. Shunga insonlar har xil dinda bo'lib kelmoqda. Bu Rabbingning hikmatining taqozzosidir. Faqatla Rabbingning rahmatiga erishgan kishilar Allohning birligi va payg'ambarlar da'vat qilgan dinning haq ekanligida ixtiloflashmaydi. Chunki ular Allohga iymon etgan, uning payg'ambarlariga ergashgan kishilardir.
Allohning hikmati insonlarni hammasi birli dinga e'tiqod qilmaydigan qilib yaratishni taqozo qilgan. Shunga ularning orasida haq dinga e'tiqod qiladigan baxtli kishilarmi, haq dinga e'tiqod qilmaydigan baxtsiz kishilarmi bor. Har bir odam o'zi uchun o'zi qaysi ishga yaratilgan bo'lsa, shu ish o'ng'aydir. Buning bilan Rabbingning "Men do'zaxni jin va insonlarning ichidagi kofirlar bilan to'shqizaman" degan so'zi o'z ifodasini topadi. Ey payg'ambar, biz sana senden burun o'tgan payg'ambarlarning xabarlaridan sening ko'nglingni tindiradigan har bir xabarni bayon qilib beramiz. Bu surda sana sen da'vat qilayotgan dinning haqiqati keldi. Yana mo'minlar uchun vaz nasihat, kofirlar uchun ogohlantirish keldi. Ey payg'ambar, Allohning bir ekanligiga ishonmaydigan kofirlarga aytqinki, sizlar haq dinning da'vatiga qarshi turish va payg'ambarga aziyat yetkazish yo'lida qo'linglardan kelganini qilinglar. Bizmo o'z dinimizda mustahkam turib, Allohning amrini o'rindash yo'lida fidokorlik bilan tirishimiz. Sizlar bizning ishimizning natijasini kutinglar. Bizmo albatta sizlarning ishinglarning oqibatini kutamiz. Bu oyatdan kofirlarga qattiq ogohlantirish berilgan. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomat kuni hamma ish Allohga qaytariladi. Ey payg'ambar, Allohga ibodat qilgin. Hamma ishingni onunga topshirgin. Rabbing sizlarning qilayotgan yaxshi yomon ishlaringlardan g'ofil emasdir. U har kimga amaliga yarasha mukofot yoki jazo. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.